Bu deyman, trupda ham narxi oshib ketadi. Chunki olimlar tasdiqlashibdi, trup ayollarga juda ham foydasi zo'r ekan. Trup yegan ayollar kista miyoma bo'lmas ekan, umuman kuzatilmas ekan. Chunki gormonalniy narushinyalarda ayollarning kasalliklarning barcha turlariga kista miyoma bo'lmasligi uchun haftada 2 marta, 3 marta trupdan salat qilib yeng. Umuman doktorga ish tushmaydi. Doktorlar sizga bu narsani aytishmaydi. Trup ye demaydi. Nimaga? Chunki trup yesangiz sog'lom bo'lishini biladi. Immunitet ko'taradi, yuzlaringiz tiniq bo'ladi. Salat qilib iste'mol qiling, baraka topib yur, salat qilib uyda olib keling. Agar eringizga telefon qiling, eringiz bo'lsa eringizga telefon qiling yoki eringiz yo'q bo'lsa ota-onangizga ayting yoki o'zingiz oling. 1 kilosi 10 ming so'm turadi. Ushbu videodan keyin men bilmayman, bu trupga xaridor ko'payib ketadi. Bu ham narxi 20 ming, 30 mingga chiqib ketsa kerak. Shuning uchun vaqtida hoziroq olib, salat qilib, mazza qilib iste'mol qiling. Kasalliklardan forig' bo'lasiz. Go'zal bo'lasiz. Gormonal narxini ayollar kasalligiga uchramaysiz. Kista miyoma bo'lmaysiz. Chiroyli, go'zal bo'lish uchun trup iste'mol qiling. Ushbu videoni barcha yaqin deb bilgan tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Trupning foydasi juda zo'r.